Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Bugun 9-oyning 16-kuni. 9-oyning 14-kuni Yevropaning 3 cho'ng raisi, diktator Xitoy hokimiyatining raisi Xi Jinping bilan ekranda dialog yig'in o'tkazibdi. Bu dialog yig'inda Yevropaning 3 cho'ng raisi, Xitoyning raisi Xi Jinpingning yuziga qartib turib, qattiq tanqidlashib beribdi. Xi Jinping bu tanqidlarni anglagandan keyin achchig'ida g'azbini bosolmay, qon besimi o'rlab, ko'zi qorong'ulashib, yurksab ketibdi. Yig'in tugagandan keyin Xi Jinping Xitoyning tashviqot koni bo'lgan Xinhua agentlik ishlarini qavashqa kuch kiritibdi. Xi Jinpingning bu harakati intayin qo'pol, intayin vahshiy ham lukchak shaklda o'zini biroqla oshkorlabdi. Bu xuddi sobiq Sovet ittifoqining 60-yillardagi bosh sekretari bo'lgan Xrushchev yig'in vakillarining tanqidiga bardosh berolmay, sesib ketgan Bojingirni siliblam Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in munbiridagi ustiliga oyoqini gumbang'ishtirib urib, achchig'ida vaqirab ketibdi, ikki qo'lini osmonga ko'tarib. Xrushchev terikkan peti oyoqi yo'q paypoq bilan yig'indan chiqib ketibdi. Bu chog'da butun yig'in ahli og'zini ichib, ko'zini chekchaytib qolgan ekan. Endi biz yaqindan buyon Xitoy hokimiyatining harakatlariga qarasak, Xitoy hukumatı Amerikadan umidini uzib, eng oxirgi zo'r umidi bo'lgan, ham oxirgi jon tomiri bo'lgan Yevropa bilan munosabatini yaxshilab, o'zining burunqi sanami bo'yicha Yevropa birligini qo'lga tushirmoqchi bo'ldi. Hammamizga ma'lum, Xitoy hukumati bilan Amerika o'rtasidagi munosabat aksi keladigan mumkinchiligi tugab, Amerika davlati oldida bu Xitoy hokimiyati sesishga boshladi. Iqtisodiy jihatda Amerika bilan bo'lgan munosabati vayron bo'lish tarafiga qarab menib, siyosiy va diplomat jihatda bo'libmi Amerika bozoridan qo'g'linib, natijada ikki davlat bir-birisi bilan tirkishadigan vaziyat shakllanib, urush portlash ehtimoliga intayin yaqin qilayotgan mezgilda Xitoy hokimiyati darhol umidini Yevropaga bog'lagan gap. Xitoy hukumatining umidi Yevropaning cho'ng bozorini qo'lga tushirib, siyosiy jihatda Yevropa bilan birlashib, Amerika davlatiga qarshi turmoqchi bo'ldi. Amaliyotda Yevropa bilan Amerika davlatining o'rtasida ma'lum darajada o'xshamaydigan ixtiloflar bor ekan. Xi Jinping bo'lsa, Amerika Yevropa o'rtasidagi kichik ixtiloflarga benzin quyib, sarang yiqib, buni cho'ngaytib, ulg'aytib, siyosiy jihatda Yevropa bilan birlashib turib, Amerika davlatiga qarshi turib, to'polondan to'qash o'g'irlamoqchi bo'ldi. Endi Yevropa davlati bilan Amerika davlatining o'rtasida qanday ixtiloflar bor desak, birinchisi ko'chmanlar masalasi, ikkinchisi muhitni qo'g'dash masalasi. Bundan boshqa Amerikaningki bir taraflama ko'z qarashi, bundan boshqa prezident Trump efendimning Yevropaliklarga yoqmaydigan mijoz xarakteri, Yevropaliklarning so'lchi rahbarlariga nisbatan talash-tortish ixtiloflar mavjud ekan. Mana mushundaq ixtiloflardan Xi Jinping foydalanib, Amerika Yevropa o'rtasidagi ixtilofni kuchaytirib, Yevropani qo'lga tushirmoqchi bo'ldi. Xitoy virus voqeasidan keyin Xi Jinping o'zining iqtidorli tashqi ishlar ministrlarini darhol Yevropaga avatib, masalani hal qilib, maqsadga yetmoqchi bo'ldi. Xi Jinpingning birinchi qitim avatgan diplomat ministri bo'lsa, mudham, yo'lsiz, kalisi chapsalli qizib ketadigan Wang Yi ekan. Ikkinchi qitimliq avatgan diplomat ministri bo'lsa, Jiang Zeminning davridan tortib Hu Jintao vaki hozirgi Xi Jinping qadar ilgarlikda birinchi nomerlik unvonni olgan Tulka Yang Jiechi ekan. Oxirida 3-qitimligi bo'lsa, Xi Jinping o'zi chapani silib, yengini turib, maydonga chiqibdi. Birinchi qitimliq diplomat munosabatini yaxshilayman deb Yevropaga kelgan Wang Yi o'zi Yevropaliklardan dashnam anglab, shemanda bo'lib davlatga ketibdi. Wang Yi Yevropadagi 5 davlatni ziyorat qilayotgan vaqtida birinchi qitim Italiyaga kelgan ekan. Italiyaning zonglisi Wang Yining oldiga chiqmabdi, ko'z qilmabdi. Wang Yi Italiyadan qaytib darhol Fransiyaga ketdi. Fransiyaning prezidenti Wang Yining yuziga qarab turiblam, Huawei degan shirkatni darhol dumbanga otib akatdi. Biz Fransiya davlatining bexatarligini saqlash uchun Alishing va Nokia shirkatlarini qo'llaymiz debdi. Fransiya davlatidan dashnam anglagan Wang Yi udul Norvegiyaga beribdi. Norvegiyaning ministrlari Wang Yi bilan so'zlashib, Norvegiya davlati Hong Kongning tinch yo'lda namoyish qilayotgan tinchparvar namoyishchilarga Nobel mukofoti bersa qanday qaraysan debdi. Wang Yi bu gapni anglab titrab ketib, Nobel mukofoti siyosiy tusga ilinsa hargiz bo'lmaydi deb qarshilik bildiribdi. Norvegiya davlati ma'qamsa deb Wang Yini Germaniyaga qo'g'laydi.
Wang Yi dokildab Germaniyaga berib ziyorat qilayotgan mezgilda, naq shu mezgilda Chex Cumhuriyetining parlament raisi Tayvanda ziyoratda bo'layotgan mezgil ekan. Buningdan xabar topgan Wang Yi Chex Cumhuriyeti bu masala kelgan chaqda cho'qim ig'ir badal to'laydi, buningdan pushmon qiladi deb so'zlab ketibdi. Wang Yining og'zidan bu gap chiqishi bilan butun Yevropaninki amaldorlari intayin g'azbiga kelib, biz yevropaliklarning a'zolarimizni nima uchun haqoratlaydi? Bu diplomat ministrmi yoki lükçek banditmi deb baho beribdi. Xi Jinping cho'chirni xamsanab virus voqeasidan keyin Yevropani qo'lga tushirish maqsadida ishinib avatgan Wang Yi ministri Yevropada jidal chiqarib o'z davlatiga qaytibdi. Yevropa davlatlari bo'libmi Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi, Hong Kong masalasi, Xitoyning virus masalasi qatorliq masalalarni Xitoy davlati bilan so'zlashib hal qilmoqchi bo'lgan mezgilda Wang Yi kelibla ko'kamili qilib Yevropa davlatlarida olijuq so'zlab yevropaliklarning texmi g'azbini oshirib yetibdi. Mana shu mezgilda kona peshqadam tulka Yang Jiechi degan diplomat ministri Gretsiya davlati va Ispaniya davlatiga diplomat munosabatini yaxshiligini gapdi. Gretsiya davlati va Ispaniya davlati iqtisodiy asosi ojiz bo'lganligi uchun Xitoyning ministri Yang Jiechi'ni og'zining uchida yaxshi so'zlarni qilib yo'lga sap qo'yibdi. Wang Yi bilan Yang Jiechi'ning diplomatlik munosabati Yevropada mag'lub bo'lgandan keyin Xi Jinping o'zi Yangni turib Yevropa davlatining oliy rahbarlari bilan bevosita ekranda ko'rishibdi. Xi Jinping Yevropa davlatlari Xitoy davlatiga nisbatan naqadar muhim ekanligini intayin yaxshi biladi ekan. Sababi Amerika davlatining boshchiligida bütün g'arb dunyosi Xitoy davlatini yo'qotadigan, Xitoy davlatini qo'rshovga ilayotgan, ya'ni Amerika boshchiligida Xitoy davlatini iqtisodda, siyosatda, diplomat jihatda yetim qoldirib, hattoki harbiy besim ishlatayotgan mezgilga to'g'ri kelgan ekan. Yana Amerika boshchiligida Kanada, Avstraliya, Hindiston, Yangi Zelandiya, Yaponiya qatorliq davlatlarni harakatlantirib, Xitoyni yetim qoldirish va Xitoyga keng ko'lamli jazo yurgizish boshlanayotgan mezgiliga to'g'ri keldi. Shu sababdan Xi Jinping yumshoq muomalada bo'layotgan Yevropaga nisbatan savdo iqtisodni Yevropaga yemchuk qilib ko'rsatib, Yevropani qo'lga tushirmoqchi bo'ldi. Lekin Yevropaning 3 oliy rahbari Xitoyga bo'lgan savdo tengsizlik bo'libmi inson haq huquqlari to'g'risida Xi Jinpingga dars o'tibdi. Va Xi Jinpingning qilgan xatoligi to'g'risida yuz xotir qilmay tanqidlab ketibdi. Tasliqabdi yuziga tükürib etkeni. Yillardan beri Germaniyaning prezidenti Merkel xonim Xitoy davlatiga haddidan ziyodi do'stona muomalada bo'lib kelgan ekan. Xitoy virusidan keyin Xitoy davlati bütün Yevropaga tehdit bo'lib qolmasdan bütün insoniyatning dushmani ekanligini to'nib yetibdi. Shunga Yevropa davlatlarining oliy rahbarlari o'rnidan dast turib Xi Jinping bilan so'zlashga boshlabdi. Bu qitim Xi Jinping bilan so'zlashgan Germaniya davlatining prezidenti Merkel xonim, Yevropa Kengash palatasining raisi Michel apandi, Yevropa komissiyonining raisi von der Leyen xonim, Yevropaning 3 oliy rahbari Xi Jinpingni kayni-kaynidan tanqidlab ketibdi. Bu 3 rahbar asosan 2 masalani o'tirib qo'yibdi. Xitoy davlati xuddi Amerikaga muomala qilgandek Xitoy o'zining mahsulotlarini Yevropaga akab sotalaydi ekan. Yevropa bo'lsa Xitoyning mahsulotlarini tuvan tambojna beji bilan Yevropaga kirgizdi ekan. Lekin Yevropa mahsulotlari Xitoy davlatiga kirgan chaqda qabul qilg'isiz tambojna bojini qo'yib Yevropa mahsulotlarini Xitoyga kirgizmaydi ekan. Shunga bu masalani Xi Jinpingning yuziga debdi. Hatto internet tor uchurlarini ichib etish kerakligini, Xitoy davlati chet elning internet tor sistemasini to'sab, aksicha Huawei'ni Yevropaga jasuslik vazifasini o'tashda asos selishning qo'ydi bo'layotganligini debdi. Ikkinchi masala bo'lsa, Xitoy davlatidagi inson haq, huquq, erkinlik masalasi to'g'risida to'xtalib, Uyg'urlar ustida ilib berayotgan zulm, millionlagan Uyg'urlarni lagerlarga qamash, ular ustidan irqiy kamsitish, irqiy qirg'inchilik qilayotganligini yuziga debdi. Bu masalani Fransiyaning prezidenti Macron keskin so'zlab Xitoy hukumatini jinoiy sudga tortishni jakalagan edi. Buningdan boshqa Xi Jinping Hong Kong masalasida xalqaro qonunni buzganligini, xalqaro shartnomani ko'zga olmay, ya'ni
Janubiy dengizdagi qanunsuz harakatlarini biroqla Xi Jinpingning yuziga yetibdi. Xi Jinping bu masalalarga udul javob berolmay, rasvo bo'lib, terkib o'lay deb qopti. Yig'in mana shunday davomlashib, oxirlashibdi. Yig'inning oxirida asli muxbirlarga birlashma bayonot bermoqchi ekan. Lekin Xi Jinping muxbirlarga qarata birlashma bayonot berishdan o'zini olib qochibdi. Lekin birlashma bayonot yig'inida Michel apandim Xi Jinpingga degan masalalarning hammasini muxbirlarga qaytadan takrorlab so'zlab o'tibdi. 9-oyning 14-kundagi Yevropa amaldorlari bilan Xi Jinping bilan bo'lgan ekran yig'inida butun ixtilof masalalar o'tirib qo'yilib, Xitoy davlati bilan Yevropa o'tirsida burilish hosil bo'lganning birinchi qadami boshlanibdi. Yillardan beri Xitoy davlatiga yaxshi muomalada bo'lib kelayotgan Yevropa davlatini Xi Jinping o'zining Xinhua tashviqot kanallarini ishga solib, Yevropaga qarata Yevropa Birligi Jungo davlatiga qo'sh o'lchamlik siyosatini ishlabdi. Yevropa davlati o'zi qartalliklarni kamsitadi, musulmonlarni kamsitadi, Xitoy davlatini pochilash suiqasdida bo'layotdi. Har qanday davlat, har qanday kuch Xitoy davlatining ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaymiz. Yevropa aslida o'lgunchilik qildigan davlatlar ekan deb Xitoy davlatida keng ko'lamlik Yevropa birligiga qarata hujum xarakterlik tashviqotlar elib berilibdi. Ko'ranglab jiniga patmagan Xi Jinping Yevropa bilan bo'lgan munosabatini biroqlam eng nachar vaziyatga tushirib qo'yibdi. Bunda aytganda Xi Jinping Yevropa davlatlari bilan bo'lgan munosabatlarni oxirlashtiribdi. Endi Xitoy davlati xalqaroda yetim qoldigan vaziyatga kelibdi. Endi Yevropa ikkinchi qadamda xuddi Amerika davlatiga o'xshash Xitoy davlatiga keng ko'lamlik jazo yurgizdi ekan. Yana bir yangi xabar bo'lsa, tunugun Fransiya davlatining bir muxbiri Amerika hukumatining bosh kotibi Pompeo apandini ziyorat qilganda, Pompeo apandim javob berib, biz nima uchun Xinjiangda ishlab chiqargan butun mahsulotlarga jazo yurgizamiz? Sababi u yerda Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qarata keng ko'lamlik jazo yurgizyotdi. Uyg'urlarning haq-huquqini dafsanda qilyotdi. Shunglashqa biz cho'qim qattiq jazo yurgizishimiz kerak. Balki Xitoy hukumati o'shini topqichi. Yevropa davlatimi xuddi bizga o'xshash biz tarafda turib, Xitoy davlatiga qattiq jazo yurgizishini umid qilamiz debdi Pompeo apandim. Xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.